Xo'p, videoni boshlab olamiz. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Hammaga xayrli tong. Xo'p, men bitta qarorga keldim, ya'ni Figma bilan veb-saytni kodlarini birga yozishni qaroriga keldim. Xo'p, nima qilamiz? Ko'pchilikda eshitdim, ustozlar Figmani o'rgatmagan deyapti. Ustozlar sizlarga nima bergan? Yo'nalish bergan. Ustozlar o'zinglar o'rganinglar deb turib, sizlarga aytgan bu narsani. Xo'p, agar o'zinglar vaqtinglar bo'lmagan bo'lsa, hozir Figmani chizamiz. Figmani chizganimizdan keyin shu Figmaga qarab turib alohida kod yozamiz. Men internetdan bitta veb-saytni topdim. Topganimdan keyin bu menga yoqdi. Faqat u kiyim-kechakni sotadigan veb-sayt ekan. Xo'p, bu veb-saytni biz o'zimizga o'girib chiqamiz. Ya'ni maishiy texnikani sotuvchi do'konga aylantirib chiqamiz. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Men uni rasmlarini hozir men buni rasmga olib tayyor qilib qo'ydim. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda shu veb-sayt ekan. Bu yerda portfolioga o'xshab qolgan, lekin bu yerda kiyim-kechak sotilgani uchun bu qizni qo'yib qo'yishgan. Xo'p, bu yerda bizda manaqa shunaqa chiroyli bo'limlarimiz bo'ladi. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, nima bo'ladi? Bu yerda sotilayotgan mahsulotlarimiz bo'ladi. Bizda maishiy texnikalar bo'ladi, kir mashina, muzlatgich, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, bu yerda kiyim-kechaklar bor ekan. Biz o'zimizga moslab chiqamiz, lekin bu yerdagi barcha narsa shunday qoladi. Ya'ni biz AI bilan yozish o'rniga o'zimiz qo'limizda yozib chiqamiz. Qo'limdan kelgancha tushuntirib ketaman. Meni ham ancha esimdan chiqib ketgan. Oxirgi marta o'tgan yil yozganman. Ya'ni o'tgan yil veb-sayt qilganman. Xo'p, va bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda shunaqa bo'lim bo'ladi. Ya'ni biz ketganimizni ko'rsatib turadi. Keyinchalik o'zimiz ham nima qilib qo'yishimiz mumkin, shu yerga bizda bor edi-yu, bronza, silver degan tariflar bor edi. Shu yerga qo'shib qo'ysak bo'ladi, agar qo'shmoqchi bo'lsak. Va bu yerda yana mahsulotlarimiz bo'ladi va oxirida nima bo'ladi? Bizda obuna bo'lish uchun shunaqa email qoldiramiz va oxirida footer qismi bo'ladi. Bizga bunaqa qismlar kerak emas, faqat shu qismigacha kerak xolos. Shularni hozir biz Figmada chizib chiqamiz. Chizganimizdan keyin keyingi videoda xudo xolasa kodni yozishni boshlaymiz. Xo'p, Figmani ham ikkita video qilamiz. Birinchisida shu oddiy sahifani qilsak, ya'ni shu asosiy sahifani qilsak, keyingisida kart qo'shib qo'yamiz, ya'ni savatchani qo'shib qo'yamiz va keyingisida mahsulotlarni batafsil ko'rish qismini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 2 dona video bo'ladi xudo xolasa. Va biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib, o'tgan safar sizlar bilan bu yerda PDP University degan papka ochib olganmiz, to'g'rimi? Shunga kiramiz. Birinchi semestrga kirganimizda bu yerda programming bor. Endi biz bu yerda nima qilamiz? Website degan website development degan bir dona fayl papka ochib olamiz. Buning ichidan, ya'ni 2 dona ochib olamiz. Misol uchun, Word faylimiz, ya'ni dokumentatsiyamizga assignment deb ochib olamiz va ikkinchisiga nima qilamiz? Bu yerda esa tag house qilib ochib olamiz. Hozir bo'ldi. Shu shaklda ochib olamiz. Bu yerda kodimizni yozamiz, bu yerda esa Word faylimizni yozamiz. Sizlar agar ochib qo'ygansizlar bu narsani, faqat men qanday qilishni ko'rsatib qo'yapman. Endi bu narsani hozir ochib qo'ydik. Bu kodimizga kerak bo'ladi va bu yerga kiramiz, biz Figmaga kirib olamiz birinchi bo'lib. Figmani ham anchadan beri chizmagandim, hozir qo'lim qaytib qolgan bo'lsa kerak, ya'ni boshini chizishni ko'ramiz. Xo'p, endi men bu yerdan logout qilib chiqib ketaman. Figmani ham kirib qo'yamiz o'zimiz akkauntimizga. Bo'ldi, kirdi. Mana bu yerda bizning loyihalarimiz chiqadi. Misol uchun shu kabi loyihalar bor. Va biz bu yerda nima qilamiz? Drafts bosamiz va designni bosib yangi o'zimizga bitta page ochib olishimiz mumkin. Bu yerda men qora qilib qo'yamiz, farqi yo'q, oqmi, qorami. Va biz nima qilamiz? Bu yerda birinchi bo'lib o'zimizni hop page'imizni ochib olamiz birinchisida. Bu yerda nima bo'lishi kerak? O'ng tarafda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hozir bu yerda qaranglar, width bo'ladi. Bu 1200 bo'ladi. Bu notebookingizlarning o'lchamiga qarab bo'ladi. Misol uchun ba'zilar notebooki kichikroq, ba'zilar kattaroq bo'lishi mumkin. Bu yerda nima bo'ladi? 600 bo'ladi. Mana shu bizning page'imiz bo'ladi. Xo'p, endi men bu yerda rasmni yoqib qo'yganman. Hozir rasmni kirib chiqamiz. Mana shu rasmni endi ko'rib birma-bir
to'g'ri. Bo'ldi. Shunga qarab birma-bir chizib chiqamiz figuramizni. Xo'p, buning uchun bizga misol uchun nima kerak bo'lishi mumkin? Shu yerdan hozircha vaqtinchalik bizning logomiz yo'qligi sababli bu yerdan yozib olamiz. Misol uchun tech house va buni qaranglar. Bu yerda oq rangda yozilib qoldi. Hammasini belgilab olamiz. Ya'ni buni 2 marta bossak hammasi belgilanadi va pastda buni rangi bo'ladi. Misol uchun hozircha 00 qilib qo'ysak qora rangga kiradi. Shu rangni tutib turgani yaxshi. Va bu yerdan qanaqadir bezak qilib qo'yamiz. Xo'p, endi buni o'lchamni o'zgartirishimiz uchun nima qilamiz? Bu yerda o'lchamimiz bor. Bizda misol uchun 36 bo'ladi hozirchalikka. Mana 36 bo'lar ekan. Yoki sal kichikroq qilamiz. 32 qilib qo'yamiz, bo'ldi. Mana biz hozircha nima qildik? O'zimizni veb saytimizni logosini qildik. Vaqtinchalik keyin bu yerga o'zimiz internetdan chizdirib qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bu tayyor bo'ldi. Mana bizda bu tayyor bo'ldi. Va hozir shuni pastga olib turamiz ekan hozir. Bu yerdan qaranglar, to'rtburchak bosaman, ya'ni bu yerda alohida ajralib turibdi mana chekasi. Ya'ni header qismi, navbar qismi ajralib turibdi. Bu yerda bunday qilamizda va nima qilamiz? Uni oqroq shaklga keltiramiz. FF qilsanglar. Mana bizda nima bo'ldi? Bu yeri oqroq bo'ldi, pasti esa sal rangi boshqacharoq bo'ldi. Lekin pastning rangi bizda qanaqa ekan? Misol uchun bu yerda sal ochiqroq havo rang ko'rinyapti mening ko'zimga. Hozir menimcha shu shakl yo'q. Shunaqaroq ko'rinyapti ko'zimga. Bo'ldi. Xo'p, mana shu shaklda bo'lsa, qaranglar, endi buni yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Agar bu qaranglar, nima qildim? Hozir qo'yganimdan keyin bu tepaga chiqmay qoldi, to'g'rimi? Shunda bu yerda bosamiz. Bu yerda mana bring to font, ya'ni tashqari font bizga ko'rinadigan tarafga chiqarib ber deyapmiz. Va buni bosganimizdan keyin qarang tepaga chiqadi endi. Va biz qaranglar mana o'rtasiga joylashtirib oldik. Endi biz bu yerda home bu bo'limlarni qilib chiqishimiz kerak. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Yana bir dona tekst. Misol uchun buni men copy qilib turib paste qilib qo'yishim mumkin. Va buni o'lchamini kichikroq qilib qo'yaman. Misol uchun 15. Bu yerda endi men home demayman, o'zbek guruhlari bo'lsa, ya'ni o'zbek guruhlar bo'lsa, nima qilish kerak? Bu yerda o'zbekcha yozamiz. Misol uchun bosh sahifa, lekin ingliz guruhda o'qiydiganlar bo'lsa, bu yerda home page qilib ketishinglar mumkin. Hozir ko'pchilik o'zbek guruhligi uchun shunga nima qilamiz? O'zbekcha yozib qo'yamiz. Bosh sahifa. Va shu ko'rinishda buni ham iloji boricha tekislab to'xtang. Bu yerda taxminan mana shu endi tekis bo'ldi. Buni sal bu yoqqa suramiz va buni ham bu yoqqa suramiz. Oralig'ini shunga qilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, mana oralig'i 25 dan bo'lyapti. Bu yerda ham 25 dan bo'lyapti. Bo'ldi, mana endi nima qildik? Biz o'zimizga belgilab oldik. Bu yerda 5 dona ekan, xo'p, bizda ham 5 dona bo'ldi. Endi biz buni nima qilamiz? Shu yerda o'zidan shuni belgilab olib, nima qilamiz? Sal surib qo'yamiz bu yerga. Endi bu yerda bizda nima bo'ladi? Xo'p. Bu yerda show blog about contact bo'lsa, bizda nima qilishimiz mumkin? Xo'p, tariflar yoki tariflar oxirroqda yozamiz. Mana bu yerda tariflar deb qo'ysak, a'zolik va tariflar. Shuni yozib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda esa xo'p. Biz haqimizda yo'q. Qanaqa yoziladi biz haqimizda o'zbekchasiga? About
Xo'p, bu yerda esa oxirida hop blok qo'shib qo'yishimiz mumkin ekan bu yerga. Keyinchalik ko'rib o'tamiz, to'g'rilab chiqamiz. Endi buni orasini ko'rishimiz kerak birinchi bo'lib. Mana buni to'g'rilab chiqamiz. Hozircha biz shuni qilib oldik. Bu oxiriga nima yozsak bo'ladi? Va bog'lanish yoki kontakt bilan bog'lanish. Mana endi hammasi tekis bo'ldi va oxirida nima qilib qo'yishimiz mumkin? Shunaqa ikonga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bunaqa ikonlarni qayerdan olishimiz mumkin? Misol uchun men doim ishlatadigan remixicon.com sayti bor bu yerda. Xo'p, bizda nima edi bu yerda? Xo'p. Xo'p, bizda nima uchun karta o'zi bo'lsa kerak. Mana bizda chiqdi. Bu yerda qanaqa shaklda ekan? Xo'p, men shunaqa shaklda. Shu ekan. Xo'p, biz buni nima qilishimiz mumkin? Copy SVG qilib olishimiz mumkin yoki mana bu yerda PNG formati bor ekan. Xo'p, PNG qilib olganimizdan keyin nima qilamiz? Buni bu yerdan copy qilib olamiz xolos. Va Figma'mizga kirib turib, bu yerda copy qilsak, to'xtang. Bu yerda copy qilsak, bu narsa bu yerda qaranglar, bu yerda bosib qo'yapman, keyin copy qilyapman. Shunda ichiga kelyapti. Hozir bossam, hammaga o'zgarib ketardi. Xo'p, endi hozir shuni to'g'rilab qo'yay. Bu men tushuncha bo'lsa kerak. Nima qildik biz hozir bu yerdan, ya'ni bu savatcha hisoblanadi. Buni bosganda savatchaga kirish kerak bo'ladi. Hop, biz Figma'mizni shunaqa shaklda qilib oldik. Biz hozir bizda nima bo'ldi? Bosh header qismi tayyor bo'ldi. Navbar desa to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Endi bu qism tayyor bo'lgandan keyin bu yerdan matnni yozib qo'yamiz. Bu qizni o'rniga nima qilamiz? Biz bu qizni o'rniga xo'p, muzlatgich yoki kir mashina qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu yer hozir kiyim-kechak sotiladigan do'kon bo'lgani uchun shu qizni qo'yib qo'yishgan. Endi biz bu yerda yana buni birdan olamizda. Hozircha yozib olsak, keyin o'zgartirib qo'yamiz. Endi buni bir dona olamiz bu ikki. Yana bir dona. Yana bundan bir dona olamiz. Xo'p. Va yana bir dona ekan. Endi hozircha biz buni qaranglar, nima qilishimiz kerak? Bu yerdan bir dona baton qo'yib qo'yamiz, ya'ni tugma qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Buni hozir mana bu yerda font qilamiz, ya'ni uni ustiga chiqarish uchun. Va buni sal kattaroq qilib qo'yamiz aka. Bu endi o'rtaroq keladi. Xo'p, endi biz buni yoki hozircha shunaqa qo'yamizda. Xo'p, buni nima qilamiz? Buni bu yerdan qaranglar, o'ng tarafdan endi ishlashib ekanmiz bu yerda. Xo'p, bizga bolt kerak. Ya'ni bu yerda bolt bormi ekan? Hozir ko'ramiz. Xo'p, anchadan beri kelmay qo'ygandim bu yerda. Mana bolt bor ekan. Hop, endi buni ham nima qilamiz? Bolt qilib qo'yamiz. Tepadagini ham bolt qilib qo'yamiz ekan. Va
Bu tugmani ham matnni bold qilib qo'yamiz. Xo'p, bu bo'ldi. Endi qaranglar, bu qora rangda bo'ldi. Bunisi esa yashil rangda ekan. Bu yerda yashil rang tanlaymiz. Misol uchun bu yerda bu yashil bo'lsa, shunga o'xshaganroq yashil ekan. Bo'ldi mana. Xo'p, shu shaklda qilib olamiz va buni birinchi bo'lib surib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu xo'p, bunisi Xo'p, ikkalasi tekis bo'ldi. Va buni tekisga qo'yamiz. Mana shu shaklda tursa menimcha yaxshi chiqyapti. Faqat buni sal kichikroq ekan. Xo'p. Buni o'lchamini sal kichaytiramiz. Menimcha shu bo'lsa kerak 14, yo'q, 13 ekan. Xo'p. Ya'ni ko'rgan bo'lsanglar, bu ham sal bu yerda turibdi, shunga men ham to'g'rilab qo'yapman. Hikmat o'zib ketib qolyapti. Xolos. Bo'ldi. Shu shaklda qilsak bo'lar ekan. Endi bu yerda boshqacharoq shriftda turibdi. Misol uchun bizda taxminan shriftimizni to'g'rilaymiz bu yerda. Bizda Poppins bormikan? Poppins bor ekan. Bu ancha yaxshi, ko'pchilik foydalanadigan shriftlardan bittasi. Endi bu yerdan nima qilamiz? Hammasini belgilab, xo'p, buni bosamizda Poppins qilamiz. Mana endi bizda sal chiroyliroq shriftga o'tdi. Buni sal pastroq qo'ying. Bo'ldi. Va buni to'g'rilab qo'ysak bo'ldi. Qaranglar, misol uchun men hozir belgilaganimda bu ketib qolyapti, to'g'rimi? Men Ctrl tugmasi bor, Ctrl bilan belgilasam bu belgilanadi. Adashib ketmasliklari uchun aytib ketyapman. Va bu qayerda ekan? Shu yer bilan teng qilib qo'yamiz biz. Va tugmani chiroyliroq ko'rinishga olib kelamiz. Buni ham mana o'rtaga keldi, ko'rdinglar. Shunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Va buni ham rangi nima ekan? Endi bu yerdan ko'chirib qo'ysak bo'ladi rangini. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta rangi bor. Shuni copy qilamiz va buni rangiga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Tayyor. Orqasidagi rangi qanaqadir shaftoli rang ekan. Shaftoli rangni qayerda topamiz? Biz orange ga kirsak, mana shu yerda shaftoli rang bor ekan. Sal ochroq. Mana shu shaftoli rang bo'lsa kerak menimcha. Va nima qilamiz? Agar topolmasangiz, shu yerdan ko'rib turib yozib olsanglar bo'ladi videoda. Endi biz shu shaklda qilib oldik. Endi buni bunaqa shaklda qilishni men bilmayman. Shuning uchun hozircha bu turgani yaxshi. Kod qismida qilib ketamiz buni. Va bu tayyor bo'ldi. Ya'ni bizni hozircha hero qismimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni bu bosh sahifamizni asosiy qismi tayyor bo'ldi. Va bu yerda bu qizning rasmi bor ekan. Biz nima qilamiz? Internetga kiramiz va Telenordan doim foydalanyapmiz. Bu yerda juda qulay ekan bizga. Mos tushar ekan ko'p narsalar. Nimani qo'ysak shu yerga mos tushadi. Mana bu qizondiga nimani qo'ysak mos tushadi. Bu bo'lmasa kerak, xolos. Xo'p, muzlatgich qo'yganimiz yaxshimi yoki kir mashinami? Maishiy texnika, xo'p, muzlatgich. Bunga qidirib qo'yganimiz yaxshi. Men shu qorasi tushamikan? Fonimizga yaxshiroq. Hozir xo'p, yana qaytamiz. Xo'p, bu yerda nima qilyapti? Biz birinchi kir mashina ko'ryapti. Taxminan shu mos tushadiganga ko'rinyapti menga. Buni rasmni nima qilamiz? Copy qilib olsak bo'ladi, chunki biz bu yerga qo'yamiz. Va nima qilamiz? Tepani bosib turib, copyni bossak. Xo'p. Mana. Bu faqat nima ekan bizda? Bu orqasi oq fon ekan, ya'ni bu JPEG formatda olingan rasm ekan. Xo'p, bizga bu narsa kerak emas. O'chirib yuboramiz va hozirgi joyiga kirib turib,
Buni nima qilamiz? Saqlab olamiz o'zimizga. Xo'p, nimaga bu web fayl chiqyapti bizda? Buni save fayl qilamiz. Muzlatgich nuqta jpg bo'ldi. Kirib ko'ramiz, agar to'g'ri saqlangan bo'lsa bo'ldi. Xo'p, endi bu yerdan nima qilamiz? Remove bgs, ya'ni orqadagi fonni olib tasha degani. Remove background. Va bu yerda shu sayt bor, ya'ni buni havolasini tashlab qo'yaman. Hozir o'chirib turamiz buni. Assignment gruppani ichiga tashlab qo'yamiz. Va nima qilamiz? Endi qaytib. Xo'p, hozir mana. Yana joyga qaytarib qo'yamiz. Endi biz bu yerdan qani start fromni bosganimizdan keyin nima chiqadi bizda? Hozir saqlagan muzlatgichimiz chiqadi. Ya'ni bu yerda chiqadi, download ichida. Buni bosganimizdan keyin bizga buni orqadagi fonini kesib beradi mana. Buni o'zi qoldi. Va bu yerdan download bossak bo'ldi. Bizga saqlab berdi. Hop, biz bu yerdan chiqib ketamiz endi. Chiqib ketganimizdan keyin hop, qaranglar. Nima qilaman men? Windows I tugmasini bosaman, ya'ni inglizcha I bo'ladi, o'zbekcha E. Windows E deb bosganimda bu bo'lim ochiladi. Yoki agar sizlarda MacBook bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, maqsad bo'ladi shu yerdagi papka kirib olamanda. Hozir mana buni bo'lsa shuni bosaman va copy qilib olaman. Copy qilganimdan keyin hop, Figmaga qaytamiz va bu yerga copy qilganimni tashlayman. Mana ko'rgan bo'lsanglar, endi bu tashladi. Orqasi kesilgan holatda. Va buni nima qilamiz? Kichaytiramiz. Kichaytirib o'zimizga moslab chiqamiz. Misol uchun bu sal kichikroq bo'lishi kerak. Xo'p. Taxminan shunchalik bo'lsa kerak. Yoki birinchi biz rasmga qarab olishimiz kerak. Xo'p, menimcha shuncha yetadi. Sal buncha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, va biz qaranglar, bunday qilsam bu yana kichayib ketyapti, to'g'rimi? Endi men Ctrl tugmasini bosaman-da, bunday qilsam kesiladi bu rasm. Ya'ni rasmni xohlagan joyimizga kesishimiz mumkin bo'ladi. Men shu joygacha kesib olaman rasmni. Ya'ni bu katta joy egallamasligi uchun kesib olaman. Hozir men qanaqadir menga ideya keldi. Xo'p, shuni qilib amalda qilib ko'ramiz. Mana bu muzlatgichimiz tayyor. Ko'ryapsizlar, orqasi kesilgan va chiroyli holda. Va biz bu yerdan nima qilamiz? Hozirgi joyga qaytamiz va bu yerdan kir mashina deb yozamiz. Xo'p, bu yerda yozganimizdan keyin mana bizga kir mashinalari kelib chiqdi va qarang, bu yerda biz qora qilgan bo'lsak, bu yerda ham qora qilganimiz yaxshimi yoki oqmi? Bu yerda yoki kulrang qilganimiz ham ma'qul. Bu oqi bor ekan, bu ham chiroyli ekan. Yoki bu. Taxminan bu ham bo'ladi. Kulrang qilib ko'ramiz, oqdan ko'ra. Xo'p, bu rasmni nima qilamiz? Hozirgidaqa, buni ko'rsanglar bu yerda JPEG formatida chiqdi. Va bu yerda nima qilamiz? Kir mashina deb saqlab olamiz. Download ichiga. Va hozirgi remove backgroundga kiramiz. Men bu yerda hozir linkini tashlab qo'ydim. Mana. Va bu yerdan kirganimizdan keyin kir mashinani bosamiz. Buni ham orqasini kesib beradi. Kesib bergandan keyin men buni yana saqlab olaman. Va bu yerga kirsam, men buni copy qilib olsam bo'ldi. Bu kerak emas. Endi men bu yerda yana hozirgina tashlayman. Endi ko'rgan bo'lsanglar, bu tayyor chiqdi va buni qanaqadir ideya qilib yonma qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun shundaymi yoki hozir shunchalik bo'lsa kerak menimcha. Tagini teng qilib qo'ydi. Tagi teng bo'ldi. Buni faqat ustma qilib qo'ysam chiroyli chiqadimi? Qanaqadir kreativlik bo'lishi kerak edi. Xo'p, mana shuni qilib qo'ysak bo'lar ekan. Endi buni Ctrl bosib belgilayman-da, sal o'rtaroqqa beroq qo'yib qo'yaman. Xo'p, menimcha bu qarang, bu joyi ancha ochiq qolyapti. Yana nimadir qo'shishimiz kerak. Xo'p. Ya'ni ideyamiz kreativroq chiqishi uchun nimadir qo'shishimiz kerak. Ishlar internet uchun qoldi hozir. Xo'p, bizda nima bor ekan bu yerda? Changi tushib qolsa ham bo'lar ekan.
Bu ham qora rangda ekan. Xo'p, kiramiz. Ya'ni men qilganimning sababi bu yerda qanaqadir kreativroq chiqsin demoqchiman. Bu yerda hozir bu turishi ham chiroyli, faqat bu yerda ozgina bo'sh joylar qolib ketib qolyapti. Xo'p, buni sal belgilaymiz, sal kattaroq qilib qo'yamiz. Yo, hozir. Bu yerdan nima qilishimiz mumkin? Xo'p. Menimcha hammasi bo'lib ketar ekan. Buni alohida qilib chiqamiz ekan. Hozircha bu turib turgani yaxshi va bu bizda ochildi. Va buni nima qilamiz? Hozirginaqa saqlab olamiz. Bu yoqqa web fayl bo'lsa saqlamaydi. C fayl qilib olamizda bu yerdan chang yutgich. Faqat bu hozir xatolik bilan saqlandi. To'g'ri boshdan qilamiz. Xo'p. Chang yutgich nuqta bo'ldi va buni C fayl qilib qo'ysak bo'ldi. Bizda bu JPEG formatda saqlanadi. Endi hozirgi yana bunga qaytib olamiz. Va buni tashlab olamiz. Va buni nima qilamiz? Hozirginaqa saqlab kopiya qilib olamizda o'zimizni figmamizga kirib tashlab qo'yamiz. Bu endi ancha katta rasm bo'lib ketdi. Xo'p. Bu ancha kattaligi uchun nima qilamiz? Birinchi kesib olishimiz kerak bo'ladi. Ctrl tugmasi bilan kesib olyapman. Kerakli joygacha. Mana bo'ldi menimcha. Va buni nima qilaman? Kichikroq shaklga keltirib taxminan shuncha bo'lsa kerak. Qayerga qo'ysa yaxshi ekan buni? Tushunmayapti-yu. Xo'p. Mana bu tekis bo'ldi, faqat buni sal surib qo'ysa bo'lar ekan. Endi menimcha sal ideya chiroyliroq chiqdi, kreativroq bo'ldi. Mana. Xo'p. Shu shaklda chiqqandan keyin mana bizni nima qildik? Bosh hero qismimiz tayyor bo'ldi. Bu ancha yaxshiroq chiqdi. Keyinchalik bu rasmni uchalasini belgilab turib birdan rasm qilib olsak bo'ladi. Mobilda kodda qiynaladigan bo'lsanglar. Xo'p, bu qismi tayyor bo'ldi. Endi bu qismni biz tayyor qildik. Keyingi qismga o'tamiz. Bizda bunaqa rasmlar bor ekan. Xo'p, endi qaranglar, buni nima qilaman? Asosiy sahifani belgilaymanda, mana asosiy sahifani belgilab turib, Alt tugmasi bilan yangi bitta olsam bo'ladi yoki Ctrl C, Ctrl V qilib copy paste qilsam bo'ladi. Va shu sahifaga o'tamiz. Bu yerda to'g'ri rangi sal ochroq. Bu yerda havo rangi, bu yerda oq rang kiribdi. Endi bu yerdan rangini o'zgartiramiz ekan. Xo'p, endi bu yerda qanaqadir molojniyroq rang ekan. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Menga shunaqa ko'rinyapti. Xo'p. Bunda oq qo'ysa ham bo'ladi. Bo'ldi. Mana biz endi ikkinchi pejimizni ochib oldik. Ikkinchi pejimiz nima bo'ladi? Bizda shu shaklda bo'lishi kerak, ya'ni bu qismlar bo'lishi kerak. Endi biz birinchi bo'lib nima qilamiz? Bu yerdan 4 burchak bosamizda div ochib olamiz. To'g'ri, biz nima qildik buni? Xo'p. Ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda nimasi bor? Tepadagi header qismi, ya'ni bosh qismi sticky bo'lib qolgan, ya'ni yopishib qolgan, pastga tushsa ham biz bilan tushyapti. Buni kodda qilib ketamiz, lekin bu yerda qilish iloji yo'q. Va buni belgilab chiroyliroq ko'rinishga keltiramiz. Taxminan shunday. Menimcha bo'ldi. Va uni ichi oqroq ekan. Bo'ldi. Endi buni bu yerdan nima qilsak bo'ladi? Effekt berib, orqasiga soya qilsak bo'ladi. Agar adashmasam shu yerda soyasi.
Drop shadow. Mana endi orqasida sal soyasi bor. Faqat buni pastida sal boshqaroq ekan soyasi. Hozir. Menimcha 20 yetadi. Bo'ldi. Endi bundan nima qilamiz? Bu yerdan olib qo'yib chiqsak bo'ladi. Bizdan nechta ekan? 6 dona ekan. Xo'p. Demak, buni o'lchamini kichikroq qilishimiz kerak ekan. Mana biz shu shaklda qilib oldik. Endi Ctrl tugmasi bilan nima qilsak bo'ladi? Buni belgilab hammasi bo'lib ketib qoldi hozir. Demak, bu ichida emas ekan. Ctrl tugmasini bosamiz va buni ham bu hozir shart emas. Tushib turamizda va buni nima qilsak bo'ladi? Hammasini belgilab kichikroq razmerga keltirsak bo'ladi. Bittasi qadar razmerga qilsak bo'ladi. Va bu yerdan mana bizda mana 6 ta qism tayyor bo'ldi. Faqat buni belgilab o'rtaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'rtaga tekis bo'ldi. Mana bizda 6 ta qism tayyor va ichiga yana matn yozib chiqamiz ekan. Kichik bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin buni kattaytirib ichiga yozadigan narsalar hali ancha bor. Bo'ldi, menimcha shunday bo'lsa bo'ladi. Alt tugmasi bilan yangidan olyapman. Yoki Ctrl C, Ctrl V qilsalar bo'ladi. Alaykum assalom. Xo'sh. Mana bizda bu shakl tayyor bo'ldi. Va e'tibor bersanglar bu yerda sal border radiusi bor ekan. Xo'p, border radiusi bor ekan. Nima qilamiz buni? Xo'p, har birini bu yerda border radiusi bor, nechta qilsak bo'ladi? 5 qilib qo'ysak bo'ladimi? Mana sal endi ko'rgan bo'lsanglar, mana sal yumaloq shaklga keldi. Va buni ham 5, buni ham 5, buni ham 5. Figmamiz qancha chiroyli bo'lsa, veb-saytimiz ham shuncha chiroyli bo'ladi. Endi ko'rishingiz mumkin, biz bu yerni qildik. Videomiz cho'zib ketishi mumkin, lekin orqamdan qilsanglar, sizlarning vaqtingiz ancha ko'p ketadi. Endi hozir yetkazib berish bepul ekan bu yerda. Misol uchun bu matnni olaman. Alt bilan ko'chirib olsam bo'ladi. Va buni men ko'rinmay qoldi, tashqariga chiqarib qo'ysam bo'ladi. Va bu yerdan yozamiz yetkazib berish bepul. Va buni sig'dirishimiz kerak. Ya'ni buni o'lchamini kichikroq qilamiz. Mana yetkazish bepul degan matn chiqdi. Va bu yerda uni rangini, ya'ni xo'p, bu yerda qanaqa rang ekan? Kul rangga o'xshab turibdi. Xo'p, orqa fonni birinchi o'zgartirishimiz kerak. Pushti rangmi? Xo'p, pushtini qayerdan topaman endi? Mana. Menimcha yo'q. Sal bo'ldi shekilli menimcha. Bo'ldi. Buni ham endi
borderini 5 qilib qo'ysak bo'ladi. Mana yetkazish bepul va buni matnni rangini menga qanaqa ko'rinyapti bu? Kulrang yoki jigarrang ko'rinyapti. Xo'p, taxminan jigarrang qilib ko'ramiz. Jigarrang menimcha bu yerda bo'ladi. Mana. To'q jigarrang. Mana bo'ldi. Xo'p, endi va bu yerdan uni qalinligini medium qilib qo'ysak bo'ladi. O'rta qilib qo'ydik bo'ldi. Va buni ham nima qilamiz? Onlayn order bo'lsa, buni endi och yashil va to'q yashil rangda qilib qo'yamiz ekan matnni. Borderni 5. Bu yerda esa och yashil. Ancha och ekan bu. Shu rangda va matnni ko'chiramiz bu yerga. Faqat bu yerda nima? Onlayn o'zbekcha qanaqa yozadi? Onlayn buyurtma. Va buni ham endi matnni sakkichroq qilamiz ekan. Bu sig'mayapti. Menimcha shu yetadi. Hozir bo'ldi menimcha. Va bu tayyor. Endi buni matnni nima qilamiz? Rangini to'q yashil qilamiz. Biz bu yerda to'q yashil tanlagan edik, shuni copy qilib qo'ysak bo'ladi. Matnimizga copy qilsak tayyor. Xo'p, endi buni ham borderni to'g'rab chiqamiz. Xo'p. Endi bu havo rang va to'q ko'k rangda ekan. Havo rang bu yerda bor. Menimcha bo'ldi. Sal ochroq qilamiz. Bo'ldi. Va matnni ko'chiramiz bu yerga. Faqat nima ekan bu yerda? Pul tejash, tejamkorlik. Bu rasmlar menda bor. Buni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Sizlarga ham tashlab beraman keyin. Promotions. Xo'p, bu yerda bu bor ekan va buni rangi qanaqa? Binafsha rangda. Siyoh rang deydimi? Xo'p. Menimcha shu yerda. Purple. Qani bo'lmas. Ochroq yozganmiz. Endi sal o'xshaganga o'xshayapti. Xo'p, menimcha shunday bo'lsa kerak. Hozir. Xo'p, buni ham nima qilamiz? Buni bekiramiz. Bu yerda rangi uzr. Bu yerda rangi qanaqa ekan? Och jigarrang rangda ekan. Xo'p, buni qayerdan topishimiz mumkin? Och jigarrang rangda bu yerdan topamiz. Buni juda och jigarrang. Yo'q, bu rang emas. Menimcha shu rang bo'lsa kerak. Taxminan. Xo'p. To'xtanglar, buni rangini adashtirib yubordim. Buni qo'yish kerak edi. Bunisi esa xo'p, promotions bu yerda xo'p, rangini qilamiz. Sal ochroq ekan. Bu yerda menimcha to'q ko'k edi ekan. Mana endi o'xshadi.
Promotionsga endi matn yozib olamiz. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? Aksiyalar. Promotions aksiyalar bo'ldi. Bu yerda happy sale hop. Happy sale. Qanaqa yozadi happy sale o'zbekchasiga? Ulgurji sotuv. Hop. Bu yerda nima bor ekan? Support bor ekan. Hop. 24 ga yetdi ekan. Hop. Qo'llab-quvvatlash desam sig'may qolar ekan, shunga yordam deb qo'yardim. Xo'p, menimcha bo'ldi. Faqat nima qilish kerak? Bu yerdagi matnlarning rangini o'zgartirib chiqsak bo'ldi. Bu yerdagi rang to'q ko'k edi. To'q ko'kni nima qilamiz? Bittaga belgilab olamiz. Menimcha shu bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, bu yerdan buni rangini nima qilamiz? Endi hop, save money qilamiz. Bu bo'ldi. Promotions, happy sale aksiyalar. Tejamkorlik, save money. Xo'p, yaxshi. Aksiyalar bu yerda endi hozirgi rangni siyoh rangini to'qrog'i yoki ko'kni to'qrog'i. Menimcha shu bo'lsa kerak. Bu yerda ulgurji sotuv. Xo'p, bu yerda nima deyapti? Taxminan bo'ladi shu. Va oxirgisi bunisi menimcha yaxshi, yaxshi ekan bu. Qarang. Yo'q bo'lib ketdi. Mana boradi endi. Va biz bularni qo'yib chiqdik. Endi menda xo'p, nima bor? Image fayli bor. Bu yerdan bannerning ichidagi rasmlarni topamiz. Xo'p, bu emas. Mana shular. Copy qilamiz. Men bularni qayerdan oldim? GitHubdan oldim. Lekin sizlarga o'zim Figma qilib, ham veb-saytini qilib berganim uchun bu yerda alohidadan qilyapmiz. Sizlarga tayyor berishim mumkin edi, lekin buni o'zimiz qilganimiz yaxshiroq. Bu rasm uncha chiroyli chiqmagan, xiraroq chiqargan, lekin mayli. Faqat kichikroq qilamiz. O'rtaga tushsa bo'ldi. Centerga, markaziga. Bo'ldi. Endi buni o'lchamini bilib olsak bo'ldi. 111 ga 77. Xo'p. Mana Ctrl I tugmasini bosaman. Yo'q, bu kerak emas ekan, bu yerda hozir chiqardik-ku. Va buni bosamiz. Qaramiz, bu yerdan yopib turib. Hozir tugmani bosamiz va bu yerda 111 ga 77. Va buni centerga joylashtirsak bo'ldi. Centerga joylashdi. Va bu yerda mana save money. Bu yerda bosib turib keyin tashlagan yaxshiroq. 111 ga 77 bo'lib qolyapti o'zi. Mana joyga tushdi. Tayyor. Va bizda keyingisi nima edi? Keyingisi aksiya edi. Bu rasmlarni tashlab qo'yaman gruppamizga.
Endi keyingisi oxirgisi ekan bu yerda. O'chirib yuborsak bo'ladi. Video yozilyapti, bo'ldi. Mana bizda nima bo'ldi? Tayyor bo'ldi. Ya'ni hozirgi rasm bilan mana salkam bir xil bo'ldi. Endi bu yerda kichikroq ekan, lekin biz hammasini bir xil qilib qo'ydik. Xudo xolasa yaxshi chiqdi bu. Endi qaranglar, endi salkam bir xil bo'lyapti veb-sayt bilan. Faqat bizniki yaxshiroq chiqayotganga o'xshaydi, chunki bularda qo'yib chiqdik. O'zimizdan ideya qo'shdik. Xo'p, materiallarni keyin o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p. Endi bu yerda featured products bor ekan va bu yerda narsalar bor ekan. Endi hozir 2 daqiqa. Xo'p, video boshlaymiz va mana bizga nima kerak edi? Bu qismga kelgandik. Xo'p, featured products tavsiya etiladigan mahsulotlar. Bu yerda xo'p, buni copy qilishimiz mumkin. Xo'p, buni nima qilamiz? Birinchi bo'lib markazga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi, centerga. Xo'p, topamiz center birinchi. Menimcha bu yerga qo'yish kerak. Chiqmayapti. Mana, endi bu nima bo'ldi bizda? Markazga joylashdi. Har taraflama markazda. Endi biz buni sal teparoq qo'yamizda va nima yozamiz? O'zbekchasiga yozib qo'yamiz. Tavsiya etiladigan mahsulotlar. Endi o'zbekchasi shunaqa bo'lar ekan, inglizchasi chiroyliroq ko'rinadi. Xo'p. Hozir endi yana centerni topib olishimiz kerak, markazini. Mana, topildi. Xo'p, endi buni biz qilganimizdan keyin teparoq surib hozir H1 da yoziladi, ya'ni o'zimiz kodimizda H1 da yoziladi. Pastidagi nima ekan? Xo'p. Yozgi kolleksiyalar ekan. Biz buni qaydan olamiz? Bu yerdan olsak bo'ladi. Xato ketib qoldi. Bu yerdan alt tugmasini bosib ko'chirib oldim. Va bizda xo'p, yozgi kolleksiya bo'lsa nima bo'ladi bizda? Yangi yil arafasi bilanmi? Yangi yil o'tib qoldi. Xo'p. Munosabati bilan necha foiz? 50% aksiya bo'lishi mumkin. 50% chegirma. Taxminan shunaqa bo'ladi. O'rtaroqqa joylashtirishimiz kerak buni. Joylashmadi menimcha. Mana bo'ldi. Bu mana nima bo'ldi? Endi o'rtasiga joylashdi. Kattaytirganimizda shunaqa oyna chiqishi kerak bizda. Menimcha yaxshi. Endi biz bu yerda mahsulotlarimizni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib biz hozirgi pejimizni ko'chirib olamiz, yangi. Alt tugmasini bosib yangi ko'chirib olyapman. Ko'chirganimdan keyin endi bunga ulab ketsak bo'ladi. Ustidan. Endi biz bu yerda mahsulotimizni bir donasini ko'rib olamiz. 4 tasi qilgan bitta betga. Xo'p, 4 tasi qilsa men Figma bilan ishlashni 100% bilmayman, lekin yaxshi qilyapman deb o'ylayapman. Chunki Figmani qilganda ba'zilar o'zini chiziqlari bo'ladi, ya'ni
nomini ham bilmagan ekan. Shu chizgiqlar bilan qaysidir bo'limga tushadigan qilib tekis qilib chiqishadi. Bu dizaynerlarning ishi. Lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman chizishga. Taxminan shu shaklda bo'ladi. Bu yoqqa kelsak, hop, taxminan qancha bo'ladi? Shundan uzunroqmi yo shuncha yaxshi? Menimcha shuncha yaxshi. Shuni 300 qilib qo'yamiz. Standart, bunisini esa 335. Va nima qilamiz? Bu yerdan border radiusini 5 qilib qo'yamiz. Yo, bu yerda 5 emas ekan, menimcha 20. Mana, endi to'g'ri tushdi. Mana 20 bo'ldi va shundan nima qilamiz? Hozirginaqa ko'chirib chiqamiz. Faqat bu yerga sig'ishi kerak edi. Ancha katta qilib Demak, bu ancha kichikroq bo'ladi. 270 ga 290 menimcha. Yo'q, 270 qilamiz shekilli. Xo'p, hayti menimcha kerak emas. Yaxshi. Xo'p, bu hamni 270 ga 320 xo'p. Menimcha endi sig'adi. Faqat bu yerda ham shuncha joy qolish kerak ekan. Buni hisobga olish kerak. Taxminan bu teparoqdan shuncha joydan mana shuncha qolsa bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar, bu hammasini chizoqlar bilan teng bo'lyapti. Endi buni sal pastroq tushiramiz. Mana bo'ldi. Shu shaklda to'g'rilab yuboramiz. Orasi qancha ekan? Kamida 10 gap ekan. Yana sig'mayapti-yu. Xo'p, bu tekis bo'ldi. Orasini kichikroq qilamiz. Mana endi yaxshi tushdi. Va buni ham bu tarafi bilan tekis qilamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda tekis bo'ldi. Endi buni orasini taqsimlab chiqsak bo'ladi. Taxminan shuncha. 42 ekan. Faqat bu yerga tushmay qoldi. Orasi 43. Xo'p, necha qilsak bo'ladi? Bu yer 42 bo'lyapti, lekin bu yer 40 bo'lib qolyapti. 41. Bu ham bo'ladi shuncha. Ya'ni bu yerlari teng bo'ldi, tepasi bilan bu yer teng bo'ldi, bu yer ham teng bo'ldi. Mana biz buni o'zimizga tenglab oldik. Ko'rgan bo'lsanglar, bu 240, bunisi 320. Ya'ni balandligi 320, eni esa 240. Endi shuning ichiga biz nima qilib chiqamiz? Bu bo'limni qo'yib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Yana bir dona devorcha olishimiz kerak bo'ladi, to'g'ri. Ochishdan oldin buni orqa rangini oq qilib olishimiz kerak. FF qilsanglar oq bo'ladi. Va bunga ham nima berish kerak? Soya berish kerak ekan. Soyani biz mana FX ichidan berayotdik. Hozir FX plus bosamiz. Bo'ldi. Bu yerda ham 20% qilib qo'ysak bo'ldi. Menimcha bu ko'rinadi. Endi bu bosganimizda ham effekt berib qo'yishimiz kerak. Bu bosganda ham effekt, bu bosganda ham effekt.
Faqat bularni nima qilamiz? 20% qilib qo'ysak bo'ladi. Yerdan mana shu shaklda bo'ldi. Va endi bularni rangini oqib chiqsa bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, qani endi nima qilsak bo'larkan? Menimcha hozircha yetadi shu. Mana biz endi buni ichidan ya'ni alohida div qilamiz ekan, ya'ni rasm qo'yish uchun. Endi buni taxminan kattaytirib o'zimizga moslab olishimiz kerak. Hozir bu yerdan bo'lsa kamida 40, bu yer 60% ekan. Menimcha shuncha bo'ladi. Bu yerda 40, bu yerda 60. Hali YouTube'ga joylaganim yo'q. Xo'p. Buni nima qilamiz? Hozirgidaqa 20 border radiusi berib olamiz. Yo'q, 20 menimcha oshib ketadi. Sakkiz. Anqara tepasi bunday bo'lsa yarasharmikan shu? Xo'p, shu shaklda qilib olsak, endi kattaytirib qo'ysak bo'ldi. Mana, endi sal yaxshiroq ko'rinishi keldi. Bu yerda hech nima, bu biz ikkita bunaqani ulab yuborganmiz, shunga shunaqa chiqyapti. Endi buni orqasida ochiqroq kulli rangi bor ekan. Endi biz bu yerda nima qilishimiz mumkin? Rangni kulliroq, ochiqroq beramiz. Shu yo'q, bu rang emas. Shu rang bo'lsa kerak. Mana. Xo'p, endi bu yerga ham nima qilamiz? Ko'chirib o'tkazib qo'ysak bo'ldi. Alt tugmasini bosib, bu yerga o'tkazib qo'yapman. Buni bosasizlar, alt bosib, sichqoncha bilan sursanglar, yangi div chiqadi. Va bizda bu tayyor. Endi nima qilishimiz mumkin? Xo'p, agar o'xshayotgan, yaxshi chiqayotgan bo'lsa, biz buni ichiga rasm qo'yib chiqamiz. Rasmni qayerdan olamiz? Rasmni internetdan olishimiz mumkin. Misol uchun shularni ham hozircha qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol kopiya qilaman yoki alt tugmasini bosib ko'chirib qo'ysam bo'ladi. Va buni qarang, ichiga kirib ketib qolyapti, to'g'rimi? Shuni sichqonchaning tugmasini bosib, bu yerda bring to front bor. Shuni bosganimizda bu tashqari chiqib qoladi. Va buni kichikroq qilib taxminan shuni ichiga sig'dirib yuborishimiz kerak. Mana sentrga keldi. Mana bu ham sentrga keldi. Menimcha shu yetadi. Shu shaklda qilib olsak, keyingisini bizda nima? Changyutgich. Alt tugmasini bosamiz. Bu yerga keltirsa, ya'ni ichga kirib ketib qolyapti. Bring to front bar, frontni bosganimizdan keyin birdan yana kichraytirib yuborsak bo'ladi. Mana bu yaxshigina tushdi. Va buni sentrga joylashtirish kerak. Mana, endi sentrga keldi. Mana bu ham endi sentrga keldi, ko'rdingizmi? To'rt tarafidan sentrga keldi. Xo'p, bu narsa tayyor. Biz changyutgichimiz tayyor va keyingisiga bizning nima edi? Muzlatgichimiz bor edi. Alt tugmasini bosib olyapman-da va buni nima qilyapman? Yana frontga o'tkazib va endi ancha kichikroq bo'ladi. Xo'p. Sal surtsak, mana endi sentrga keldi. Xo'p, shu shaklda qilib olsak bo'ladi.
yoki bu 121 bo'lsa, bu 74. Yo'q, shunaqa o'zimizga moslab olsak bo'larkan. Va hozircha biz 4 ta bo'lish uchun yana bir dona nimadir qo'shib qo'yishimiz kerak. Nimadir qo'shishimiz kerak. Qani smartfon kerak emas, isitgich, sovutgich yo'q. Havo isitgich qani. Menimcha bular chiroyli ko'rinmasa kerak. Orqaga qaytamiz. Televizor qo'yaylik. Yaxshiroq. Va bizga chiroyliroq dizaynda ko'rinish uchun qaysini qo'ysak bo'ladi? Xo'p, bular xunuk, bular bu ham bo'lmaydi. Bu yerda QLED bor ekan, xo'p. Bu yerda Ultra HD. Menimcha QLED yaxshiroq. Bu yerda bu ham bor ekan. bilan birga ekan. Faqat orqa foni ham chiroyliroq bo'lishi kerak televizorda. Buchi QLED. Bu yerda OLED, QLED. Xo'p, taxminan buni qilib qo'yishimiz mumkin mana bu yerda. Shuni qilib qo'yamiz. Xo'p, buni endi kopiya qilib olsak bo'ldi. Endi Figmaga kiramizda va bu yerdan olgan rasmimizni qo'yib chiqamiz. Va buni kattalashtirsak nima bo'lyapti? Kichiktiramiz va buni ko'rsanglar tepada ochiqcha joylari bor. Buni kesib olishimiz kerak bo'ladi. Kontrol tugmasi bilan kesib olyapman. Bo'ldi. Va nima qilamiz? Hozirgi joyimizga qo'yib qo'yamiz buni. Kichiktiramiz va yana ozroq kichiktiramiz ekan. Mana shu ko'rinishda qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi buni sentrga va mana endi joyiga keldi. Bizda mahsulotlarimiz tayyor. Endi buni o'zini kerakli bo'limiga yozib qo'ysak bo'ldi. Misol uchun bu yerda nima ekan? Brendi, uning ismi, mahsulotning nomi, bu yerda reytingi bor, bu yerda uning narxi bor. Biz ham shunday qilib qo'ysak bo'ladi. Endi biz bu yerda matnni qaysini olsa bo'ladi? Shundan yana kopiya qilib turamiz vaqtinchalikka. Qaranglar, bu ko'rinmay qolyapti yana. Front qilib turamiz va bu yerga yozib qo'yamiz. Xo'p. Mahsulotimiz nima ekan? LG ekan bizda. Mana bu yerda LG yozib qo'ygan. Misol uchun biz ham LG yozib qo'ysak bo'ladi. Va bu LG ni nima qilamiz? Razmeridan ancha kichikroq qilamiz o'lchamini. 12 qilib qo'ysak bo'ladi. Rasm chekkasini teng qilamiz. Xo'p, endi yana bundan ko'chiramiz bu yerga. Yana bundan ko'chiramiz bu yerga. Endi xo'p, buni hozircha ushlab turamiz. Bu yerdan ko'chirib olsak bo'ladi. Misol uchun buni matni ham to'qroq edi, shuni ko'chirib olsak bo'ladi. Yana ko'rinmay qolyapti. Front qilib olamiz. Xo'p, endi biz mahsulotimiz nomi nima edi bizda? Xo'p, nomini ham olish esdan chiqqan. Smart TV olsak. Hozircha uni nima qilamiz? Smart TV qilib qo'ysak bo'ladi. Matnni qaysi rangda?
Menga ko'rinish bo'yicha bitta och yashil yo'q, to'q yashil ko'rinishda ko'rinyapti. Bu yerda jigarrang yo'q. Menimcha hover qilganda shunaqa chiqqan. Oddiy rangi qora bo'lgan menimcha. Qora qilib qo'yamiz. 00 qilsak qora bo'ladi. Va bu yerda bunaqa xatoli chiqsa nima qilamiz? Shunday qilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p. Endi buni birinchi bo'lib bu yerga surib olamiz. Bu yerga qo'yib turamiz va buni nomini o'zgartirib chiqamiz. Hozirgi kirmashinam shu. Bu mashina nomini olamizda va bu yerga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Agar nomimiz uzun bo'lib ketib qolsa, sal kichraytirsak bo'ladi. 12 rasmiga qildik o'lchamiga. Hozir 2 daqiqa. Xo'p, qaytib keldim yana. Bu yerda xo'p yozilgan bo'lsa LG. Endi LG'ni sal ko'rinmasroq ko'rinishga olib kelamiz. Ya'ni bu yerda kirsanglar, bu bunaqa transparent deyiladi, ya'ni bu ko'rinmas qilib qo'yadi. Men qilsam ko'rinmayapti. Endi sekin-sekin ko'rinyapti. 50% qilib qo'ysak menimcha yetadi. 50% yo'q. 50 emas, shu 55 qilib qo'ysak bo'lar ekan. 55 o'lchami keldi. Bu ham yaxshi bo'ldi. Endi oxirida narxi bor ekan. Narxini nima qilamiz? Bu yerdan olsak bo'ladi narxini. Mana narxi olindi. Narxi nima ekan bizda? Narxini bosganimizda bu mana regular turibdi. Buni nima qilsak, medium qilaylik. Bold qilamizmi? Xo'sh. Semi bold. Menimcha medium yaxshi ekan. Xo'p, medium qilamizda va narxini och yashil rangda qilib qo'ysak bo'ladi. Bu to'q yashil ekani. Xo'p, buni shunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Endi biz hozir mana bu tem bo'ldi hammasi. Biz endi sal tushiramiz buni. O'rtaga yulduzchalar qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qayerdan olishimiz mumkin? Remix icon kiramiz. Xo'p, bu yerda bormi ekan? Hamma bor ekan bu yerda. Qaranglar, bizda yulduzchalar bo'lsa, yulduzchalarni mana shu bor ekan, Star S bor ekan. Kirganimizda bu yerda rangini o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda mana kiraman va rangini sariq rang qilib qo'ysam bo'ladi. Misol uchun mana sariq rang qilib qo'ysam bo'ladi. Sariq rang va bizni oq fonimizda ko'rinishi uchun bu sariqni to'qroq qilishimiz kerak. Ya'ni mana shu rangni qilib qo'ysak bo'ladi. Endi ko'rishingiz mumkin, bu sariq rangda bo'ldi va biz nima qilamiz? PNGda saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Va buni copy qilamiz. Hozir shu tursin. Bu yerdan saqlaganimizni nima qilamiz? Shu yerga olib kelamiz. Va buni sal kichikroq qilishimiz kerak. Endi buni ko'paytirib chiqsak bo'ladi. Alt tugmasi bilan ko'paytirib chiqyapman. 4 ta bo'ldi. Mana 5 ta bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar, bizda hammasi tayyor. Xudo xolasa yaxshi. Faqat bu yerda to'qroq sariq degan bu mayli, farqi yo'q bizda. Olti bo'lib ketdimi? Bo'ladi shu. Hammasi yaxshi ko'rinishga keldi. Endi nima qilamiz? Shu yerdan mana kontrol tugmasini bosaman-da, shu kerakli qismlarni olaman va alt tugmasini bosib bu yerga ko'chirib o'tkazaman. Teng qilib qo'yishim kerak. Mana rasmni chekkasi bilan teng qilyapman-da. Mana teng bo'ldi. Xo'p, endi buni yana ko'chirib o'tkazaman, bu yerga qo'yishim kerak. Ishim tezroq bo'ladi boshqa qilgandan ko'ra.
Hammaga teng bo'ldi va yana suraman-da bu yerdan. Buni bu yerga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Hozircha buni ismini hop o'chirib yuboramizda va hozir boshdan o'chiramiz va rasmlar teng bo'ldi. Bo'ldi. Bizda nima bo'ldi? Hammasi tayyor. Hozircha bularni o'zgartirmay vaqtimiz ko'p ketib qolyapti. 1,5 soat bo'lib ketdi shekilli video ham. Bularni o'zinglar o'zgartirib chiqasizlar. Shu shaklda nima qildik biz? Mahsulotlarimizni qo'yib chiqdik va buni endi tayyor qilib sakkizta qilib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun buni ko'paytirish uchun buni surib turish kerak ekan pastga. Buni shu shaklda hammasi olinib ketar ekan. Xo'p, endi buni ham teparoqqa surib turamiz. Bu hammasini kopiya qilib olamizda va hamma yoqda orqaga qaytaramiz. Ctrl Z ni bossam hammasi orqaga qaytyapti. Bo'ldi. Shu shaklga keldi. Va bu yerdan nima qilaman? Hozirgi ichiga Ctrl Z qilib qo'ysam, bu yerdan ko'chirib olsak bo'ladi. Hozir tozaylar qanchaga oralig'i bo'ldi. Mana tayyor. Ko'ryapsizlar? Shuni qilib olsak, mana bizda mahsulotlarimiz 2 qatordan tayyor chiqdi. Endi buni ichidagi mahsulotlarni o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Misol uchun nomini va narxini o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Endi biz bu qismni qilib oldik va bu yerga keldik. Va bu yerda mana asosiy sahifani yana bir marta kopiya qilib olaman. Va bu yerda bu qismni qilishimiz kerak ekan. Mahsulotdagi mana kamida 40 beramiz, 40 razmer. Piksel bergandan keyin bu yerdan bo'laman ekan. Xo'p. Endi biz bu yerdan taxminan shu yerdan boshlaymiz. Shuncha qism yetsa kerak. Xo'p, mana tayyor bu. Endi buni orqa rangini, font rangini bu yerda menimcha rasm bo'lishi kerak endi. Hozir agar bu tushmasa keyin o'zimiz tayyorlaymiz. Xo'p, button logo here. Bu emas. Buttonga alohida rasm bor ekan. Hozir 2 daqiqa. Bu yerdagi buttonimizni o'zgartirib qo'ysak bo'lar ekan. Mana. Tayyor button. Mana. Endi bu bizga nima bo'ladi? Button bo'lib berdi. Xo'p, buni nima qilamiz? Endi shu shaklda kesib olsak bo'ladi. Xo'p. Bizda bannerimiz bor edi. Qanaqa rasm bu? Oho. Misol uchun bu rasmni hozircha qo'yib tursak bo'lar ekan. Keyin o'zimizga alohida banner tayyorlashimiz mumkin. Buni ham Figmada qilishimiz mumkin yoki Canvada qilib shu yerga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi men nima qilaman? Hozir rasmni olamanda bu yerga qo'yib chiqaman.
hozir tekislaymiz. Chamyoq tushdi. Faqat endi bu yerdan kattatirib qo'ysak bo'ldi. Xo'p. Bu rasm to'g'ri tushmay ekan. Xo'p, buni bunday qilib qo'ysak bo'ladi, o'rtaroqqa. Orqa fonini qora qilib qo'ysak bo'ladi. Endi sal o'xshadi. Yo'q, buni orqasi menimcha qora emas. Shunaqa rangda ekan. Bundan to'g'ri menimcha. Mana bir xil bo'lib ketdi. Salkam. Endi bu qismni qilganimizdan keyin bizga qaysi qismi kerak va bu yerdagi matnlari kerak bo'ladi. Xo'p, kopiya qilib olamiz buni. Bu yerga tushib qoldi. Xo'p. Buni birinchi tashqiga chiqarib olamiz va rangini oq qilib olamiz. Va buni nima qilamiz? Shu yerga o'rtaga qo'ysak bo'ladi. Hozircha shu yerga qo'ysak bo'lar ekan mana. Endi bu katta matnni bu yerdan olamiz. Xo'p, buni olsak bo'ladi. Bu ko'rinmay qoldi. Buni ham fontga chiqarib xo'p, nima yozsam bo'ladi bu yerda? Barcha mahsulotlarga 70% chegirma. Va buni biz oq rangga keltirib olamiz. O'rtaga keldi. Shuni mana o'rtasiga keldi. Pastroq tushiramiz. Biz nima qilamiz? Bir dona baton qo'shib qo'ysak bo'ldi, tugma qo'shib qo'ysak bo'ldi. Ichiga xo'p. Nima deyishim kerak? Explore ko'proq endi biz matnni bu yerdan ko'chiramiz ekan. Tashlab bo'ldi. Va matnimiz qora rangda bo'lishi kerak ekan. Yana bunaqa qolib qoldi hozir. Qora rangda va xuddi suribdi, bunisini oq rangda qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu sal to'q emas ekan, bu yerdan bolddan ko'ra
medium qilib qo'ysak bo'ladi. Va bu ham yana silishish kerak. Bo'ldi, tayyor. Shu shaklda keltirib oldik mana. Bu yerda ko'proq tadqiq qiling deyapti, ya'ni o'rganing deyapti, lekin bizni o'zbekchasiga ma'nosini topolmadim. Ko'proq deb qo'ydim, bosganda ma'lumot chiqadi. Endi hop, biz bu yerdan bu qismni qilishimiz kerak. Bu qismni oddiy copy paste qilib qo'ysak bo'ldi. Qanday? Ya'ni bu yerdan biz hozir birinchi bu qismni ko'chirib olamiz. Bu qismni ko'chirib olgandan keyin hozir bizda menimcha bu yerda yo'q. Mana. Tayyor bo'ldi. Va bu yerdan bir dona nima qo'shib qo'yamiz? Bitta page qo'shib qo'ysak bo'ldi. Mana. Bizni tayyor chiqdi bu yerda. Bu ham nima bo'ladi? Bu faqat bir donalik ekan. Xo'p. Va bu qismi qolib ketib qolibdi. Buni keyin dars qilib qo'yamiz. Hozir bizga bu qismi bilan footer qismi qoldi. Tezda qilib qo'ysak bo'ldi. Endi hozir yana bir dona alohida div ochamiz bu yerdan. Kichikroq div. Va buni orqasini hozirgi rangga bo'yaymiz. Yo'q bo'lmas. Mana ustoz aytgan, Mirzo Ulug'bek aka aytgan zo'r bunaqasi bor. Shuni doim yodlab qo'yganman. Mana shu rang. Qoradan ko'ra shu rang chiroyli. Bu yerda ochroq ekan. Xo'p, buni ochroq qilamiz. Buni nima qilamiz? Ko'chirib devamında registrasyon dinliyordu. Abone bo'ling yoshlar. Abone bo'ling, xo'p. Buni kichikroq qilamiz. Yana 20 qilsak. Bo'ldi. Buni ko'chirib yo'lga qo'yishimiz kerak. Rangini oq qilamiz. Xo'p. Yo'q, hozir shuni so'z yozishgan bu yerda nima qilamiz? Bir dona div ochib, xo'p, yana bir dona div ochib, bu ichidan bunisi nima ekan? Bunisi tepadagi to'q yashil ekan. Ikkita ochganmiz. Birinchisini
ikkinchisini bu rangni qilamiz va birinchisi och kulrang yoki oq rangda ekan. Bunaqa rang bor edi. Endi buni sal uzunroq qilib qo'ysa bo'ladi. Hozir shuni belgilab. Hozir qani. Bu matnning o'rtasida bir olar ekan, xo'p. Taxminan shunaqa. Shu ko'rinishda qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana zo'r chiqdi. Bitta tekst qo'shib qo'yamiz. Misol uchun bu yerda tekst olamizda alt tugmasini bosib qo'shib qo'ysak bo'ladi. Hozir ko'rinmay qoldi. Buni frontga bosamiz va bo'ldi. Buni endi sal ko'rinmasroq qora rangga keltiramiz. Bu yerdan transparentga sal ko'rinmas qilib qo'ysak bo'ladi. 55 qilib qo'ydik ko'rinmasroq qilib. Va bu yerda xo'p, qaysi rang? Misol uchun shuni olib bu yerga qo'yamiz va buni frontdan chiqaramiz. To'g'ri. Rangi oq rangda ekan. Hozir. Mana buni tekst qilib qo'yib oldik va nima qilamiz? Registratsiya o'zbekchasi nima bo'ladi? Ro'yxatdan o'tishmi? Ro'yxatdan o'tish. Yoki o'tish qilib qo'ydi. Bo'ldi. Va bu matnni chiqish uchun qo'yamiz. Mana. Endi yaxshi ko'rinishga keldi. Shu shaklda keldi. Bo'ldi, zo'r. Veb-saytimiz salkam tayyor bo'lib qoldi. Endi bu yerda nima bor edi bizda? Buni kopiya qilamiz va bu yerdan paste qilib qo'ysak bo'ldi. Bu yerda hozir bizda footer qismimiz bor. Footer qismi, xo'p. E'tibor bersanglar, tepadagi mahsulotlar bilan teng bo'lyapti o'lchami. Va bu yerdagi o'lchamni sal kichikroq qilib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun 24 emas, 28. Xo'p, endi bu yerda kontakt qo'shib qo'ysak bo'ladi va bu yerda 2 dona qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bular kerak emas. Xo'p, kontakt uchun bizga kerak bo'ladi bitta bu misol uchun bog'lanish. Va bu bog'lanish uchun bo'ladi. Xo'p. Bog'lanish uchun va pastidan xuddi shu singari 1 2 3 va bular bog'lanish uchun kattaroq bo'lsa, bu sal kichikroq bo'ladi. Bog'lanish uchun 12 bo'lsa, buni biz 14 qilib qo'yamiz va bular 12 dan qolsa bo'ladi. Buni qilamiz va bularni ham tenglab chiqamiz. Bu yerdan
manzil, xo'p, telefon raqam va ish vaqti bo'ladi. Endi biz bu yerdan sal qaysini olishimiz mumkin? Oddiy matnni olishimiz kerak bo'ladi. Shu yerdan olib, bu yerga qo'yib qo'yishimiz kerak. Va bu ham shu matn bilan teng bo'lishi kerak. Bu yerda bizning ichida 12 bo'lsa, bu yerda ham 12 qilib qo'yamiz. Va bunga moslab chiqamiz. Manzil bo'lsa bizda nima edi? Manzil pdfni yozamiz. Toshkent Sergeli ko'chasi, Sergeli ko'chasi emas, Sergeli tumani, Yangi Sergeli ko'chasi, 12-uy. Bu o'zimizni universitetimizni nimasi? Manzili. Xo'p, shu shaklda qilib oldik. Va buni nima qilamiz? Ko'chirib bu yerga qo'yib qo'yamiz. Va telefon raqami uchun biz pdfga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana. Bu ham tayyor va pastidan ish vaqtini qo'yib qo'ysak bo'ldi. Hop, ish vaqti ertalab soat 9 dan nechagacha bo'lishi mumkin? 6 gacha. Va bu yerdan virgul dushanba va shanba. Shunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Faqat bularning orasi katta ketib qoldi. Yaqinroq bo'lishi kerak bu. Menimcha bo'ldi. Bu hozir footer qismimiz. Endi bu yerdan Tech House'ni tepasidan bu matnni ko'chiramiz. Bunisi kerak emas. Yetkazib berish. Bu yerdan xo'p. Foydalanish shartlari. Tarjima qilib oldim. Joyini bilmasdim ekan, o'shasiga maxfiy siyosati
va oxirida bog'lanish. Va bular qanaqa rangda bo'ladi? Ochiq rangda bo'lsa, ochiq rangda ekan bular. Hammasini belgilab olamiz va ularning rangini ochiqroq qilsak bo'ladi. Mana 60% qilib qo'ysak bo'ladi. Endi nima qilamiz? Shu joyini bitta qo'yib qo'ysak bo'ldi bu yerga. Faqat sal bu yoqqa. Hozircha yetarli bugunga. Oxirida qolib ketib qoldi hozir. O'rtaga joylashtirib olamiz. Center chiqmaydi-yu. Mana shu yer center qilib turamiz va bu yerda hozir 2 daqiqa Telegramdan tashlab olamiz unga. Hozir misol uchun emojilar ichida hozir bu tashlab oldim. Hozir Telegramga kiramiz. Xo'p. Bu ko'ramiz endi mana bizda shu narsa kerak edi. Bu tashlaymiz va bu yerdan 2026 oxirida nima ekan? 2026 nuqta tech house bo'lsa tech house maishiy texnika onlayn platformasi bo'ldi. Shunday qilib qo'ysak bo'ladi. Bu mana o'rtasi topildi. Mana biz va nihoyat bizning asosiy sahifamiz tayyor bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar, juda chiroyli chiqdi. Buni nima qilamiz? Sal o'nroq qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Shuni qanday qilsak bo'ladi hozir? Mana shunday qilsak endi chiroyli chiqar ekan. Sal tezroq qilib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Endi chiroyli chiqdi. Ko'rgan bo'lsanglar, ancha chiroyli chiqdi bizda. Xudo xolasa, buni keyingi safar savatcha qismini qilamiz va mahsulotga kirganda to'liq qismini qilib qo'ysak bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.